Assalomu alaykum ahli YouTube hamda Biyagomiz Andijon kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana sizlar bilan Andijonda firma bor. Shu firma faqat gullar bilan dekorativ Italiya, Turkiya gullar olib kelib, manzarali daraxtlarni olib kelishib nima qiladi. Ko'p yillardan beri bular bilan ishlaymiz birgalikda, hamkorlikda. Yanada kengaytirib, qishlarda ham ochiladigan, qarang, mashalloh, bu tabiiy mashina. Mashalloh. Turkiya O'zbekiston hamkorligida ochilgan bu joy. Ularga har doim shu Biyagomizlarni yetkazib beramiz. Kaliforniya qizil yong'oqchilarni, endi Biyagomizlarini o'zimiz xudo xolasa sifatli qilib 4 yildan beri bular bilan hamkorlikda ishlaymiz. Har xil turda shu landshap, dekorativ daraxtlar, gullar, Garden Center degan mana shu firma. Turkiya, Istanbul sizni havomizga mos keladigan daraxtlarini o'sha yerda yetishtirib olib kelishib, bu joyda parvarishlab, landshap, chiroyli dekorativ joylar tayyorlaydi. Mashalloh, mana shunaqa ochiladigan. Shunda siyor rang, har xil rangda ochiladigan. Mana archalarda ham turi ko'p, sorti, har xil archalari bor. Archalarga o'tamiz. Mana bu boshqa bitta sort, bu boshqa sort. Mana boshqa sort. Bunisi boshqa sort. Archalarning ham sorti ko'p ekan. Xohlasa mana Biyagomizlarimiz talab yildan-yilga oshyapti. Kimga Biyagomiz hamda Kaliforniya qizil yong'oqchilar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh go'zal qilib yetkazib beramiz hamda yetishtirib o'zlaring chiqarishda sizlarga tushuntirib o'rgatamiz. Yetishtirishda Biyagomizda